kamerani berekki. Tezlashga bir narsa ko'rsataman bular hozir. Ova, mana gördingizmi meni? Qara. Mana ko'rsataman buni, ko'rsinlar. Qara, ajab chotki chiqqan. Mana gipki kamen deb aytiladi. Уже biljak hamma bilib bo'ldi bu narsani. Uyda fonni shunday ochadi ekan, вообще dahshat narsa. Gipki kamen asosan bunday doshlardan qilinadi. Ana ustasi bergan siz. Shu usta, yana adingiz Faxriddin amamiz shunday ishlar bilan shug'ullanadi, hurmatli do'stlar. Bu ustundagi dosh haqingmi? Dosh. Dosh. Bu просто devorga yopishadi. 10 yil garantiyasi bilan beradi ekanlar. O'zi kileyi, vejlari bilan birgalikda kvadratdan hisoblab turib berardan. Nechadan bu tutdi kvadrati? Kvadrat 60 ming so'm hozirgi kunda. Ob'em ko'proq bo'lsa, kelishdan yer. Bu 60 ming so'm degani просто bir yushib berlatan vejlari hang. Berlatan. Usta haqqi u отдельный hisoblanadi. Ustasi o'zingizda bo'ladimi, o'zlari topami? O'zlarimizda bu ustalari, agar o'zlarida bo'ladigan bo'lsa, bular farq yo'q. Usta haqqi dilni sifatlarni ishlab beradilar. 10 yil garantiyasi bor. Dastavka bo'ladi oxiring. Dastavka mo'jba. Bu bundan boshqa ranglar ham aytaverasizlar, bundan boshqa razmerlar ham qilaverasizlar. Dunyodan ichki rang bo'lsa, shuni ko'rsatsa. Odamlar didi bo'yicha, nasi bo'yicha qilib beradi ekanlar. Qaranglar. Chotki etib uzatilgan polni uy oldilari, bu yon taraflar, bu yon taraf qo'ng'ish taraflari mana уже elatni ichida yurtdi bular haligacha. Elatdan chiqmaydi, baribir yaxshidan chiqarmaydilar mana. Qo'ng'ishsinda aytilganini ko'rganak, bu ham buyuradi, bu yondan ko'rib turib, yana boshqa buyuradi, oshini ketaveradi-da bu, baribir. Lekin dim zo'r narsa, gipki kamen 60 ming so'mdan kvadrat ham normal zo'r bahoda ekan, lekin kelishasiz sahrang. Kelishtiramiz. Kvadrat ko'proq ob'em ko'proq bo'lgan bo'lsa. O'zlarimiz Shovotdan katta qalam ustalari bemalol chiqaverasizlar.